Assalomu alaykum azizlar. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Xo'sh, video davomida sizlarga uy sharoitida Aristonni tenini agar suvlaringiz yaxshi bo'lmasa, tez nakif bosadi, natijada Ariston qizdirmay qoladi. Mana shunda nakifni uy sharoitida o'zlaringiz usta chaqirmasdan bexarajat shu nakifini tozalashni ko'rsatmoqchiman. Agar nakif bosib qolgan bo'lsa, Aristoningiz teni, shunda Aristoningiz yonib turadi-yu, hamma datchiklar ishlagani bilan qizdirmay qoladi. Yoki bo'lmasam, ko'p Ariston o'sha qizdira olmasdan nagruzka bilan ishlagani tufayli elektr energiyani ko'p rasxod qilib tashlaydi, ko'p elektr energiya tortib tashlaydi. Chunki qizdirish past bo'ladi. Qizdirish past bo'lgandan keyin samo собой elektr energiya ko'p tortadi. Nakif bosgandan keyin suvni qizdirishi o'shani hisobiga kamayib ketadi. Shuni usta chaqirmasdan uy sharoitida o'zlaringiz tozalasangizlar bo'ladi. Xo'sh, kotelxonaga Aristonga kirib olib, tak svetni yoqamiz, sal yorug'roq bo'lsin sizlarga videoga ko'rinish uchun. Aristonimiz Royal 80 talik ikkita quloqlik. Aristondan 80 litrlik Ariston. Tak, bu yoqda tushuntirib o'taman. Bu обратный klapan. Avvalambor Aristonni ichidagi suvni bo'shatib olamiz. Bu yoqdan avariyniy situatsiya uchun opish kranlik qo'yilgan. Opish kranlikni yopamiz. Bo'lmasam Aristonda sirkulyatsiya bo'lib turadi suv. Bu yoqdan suvni bo'shatmasa, уже bilasizlar, ochib bo'lmaydi. Bu yoqdan suv uraveradi. Shuni hisobiga bu yoqdan suvni yopib qo'yamiz. Avariyniy situatsiya uchun qo'yilgan kranlikni yopib qo'yamiz. Sovuq suv bu podacha, issiq suv obratkaga ulangan. Shunda avvalambor menda Ariston tokdan uzilgan, mana tokdan Aristonni uzib o'chirib olamiz. Aristonni o'chirib tokdan uzib olamiz eng birinchi navbatda. Keyin tak Aristonni hali olganimga 6 oy bo'lgan. Почти yangi, ko'p ishlatilmagan, mana ko'rinishdan o'zi ma'lum. 6 oy bo'lgan, lekin Aristonim qizdirmay qo'ydi. Bu yoqda bu datchik ham ishlab turibdi, bu datchiklar ham ishlab yonib turibdi. Bu yoqda qizil svitcha, bu yoqda yashil svitchalari yonadi o'zi. Hamma joy ishlab turibdi-yu, lekin suvni qizdirmayapti. Qancha tursa ham qizdirmayapti. Bu E положениеda turibdi. Buni maksimalniy oxirgi положениеga qo'ysam ham baribir qizdirmayapti.